Xitay tilida so'zlashilgan tor xakkېرلارنىڭ Birleşken Devletler Teşkilatı hüccetini işletip, Uyg'urlarni nishonlaganligi oshkorlandi. Xakkېرلارنىڭ Uyg'ur jamiyatidagi kishilik huquq masalasiga alohida qiziqadigan va bu masalalar ustida tadqiqot olib bormoqchi bo'lgan kishilarni nishon qiladiganligi ko'rsatildi. Tor bexatarlik shirkati Checkpoint tarafidan e'lon qilingan dokladda Xitoycha so'zlashadigan xakkېرلارنىڭ Xitoy va Pokistonda yashaydigan Uyg'urlarni uskunlarga Birleşken Devletler Teşkilatı'nın saxta ھۆججەتلەر orqali ziyonli virus o'rnatishga uringanligi ko'rsatildi. Dokladda xakkېرلارنىڭ kishilarning hujumga uchrash andishisidan foydalanib, o'zlari avatgan yomon g'arazlik hujjatlarni ichishdan burun, yomon g'arazlik yumshoq detallar bilan saxta virusga ishiltib, nishonlangan kishilarni aldashga uringanligi payqalgan. Tekshirish nuqtasining guruhi direktori Lotem mundaq dedi. Ular Uyg'urlarni yoki ular hujum qilmoqchi bo'lgan kishilarning bexatarlik engining yuqorligini tushunadi va ular bundan foydalanadi. O'tgan yildan boshlab elib berilayotgan tor hujumning orqasida kimning borligi to'liq bilgili bo'lmasa-mu, dokladda dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur jamiyati a'zolarining nishon qilinganligini, bo'libmi Xitoy va Pokistondagi kishilarning nishon qilinganligi ta'kidlandi. گېرمانىيە ئاۋازىنىڭ خەۋەردە بىلدۈرۈلۈشىچە، خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىدىكى ساختا تەشۋىقاتى غەرب دۆلەتلىرىدە ئانچە چوڭ تەسىر قوزغىيالمىغان بولسىمۇ، ئەمما ئافرىقا ۋە لاتىن ئامېرىكىسىدا ناھايىتى ئۈنۈملۈك بولغان بولۇشى مۇمكىن ئىكەن. خەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە، گېرمانىيە تېلېۋىزىيە قانىلى بۈگۈن گېرمانىيەنىڭ خەۋەر تور بېكىتى 26 may رەزىل ۋە كۈچلۈك تەشۋىقات سەرلەۋھەلىك ماقالە ئېلان قىلغان. Maqolada ko'rsatilishicha, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bostirish siyosatiga qarshi tanqidlar dunyoning har qaysi joylarida keng tarqalgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy xalqaro jamiyatning Sharqiy Turkistonni mustaqil tekshirish talabiga yo'l qo'ymay kelgan. Shuning bilan birga to'qilma sillarni ishlab tarqitish, maqola e'lon qilish qatorliq vositalarni qo'llanib, Sharqiy Turkiston haqidagi yolg'on tashviqotlarni kuchaytgan. Xitoy yana Germaniya parlamenti kishilik huquq komiteti a'zolarini o'z ichiga olgan g'arb siyosiyonlariga maktub yo'llab, g'arbning Xitoyning boshqa millatlarga yurgizayotgan siyosatiga qaratgan tanqidlarni qat'iy rad qiladiganligini va bu tanqidlarning hammasining yolg'on ekanligini o'tirib qo'ygan. Xitoy baydinning Wuhan virusining kelib chiqishi to'g'risidagi tekshirishni kuchaytirish haqidagi yo'l yo'riqqiga inkas qaytardi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian, Amerika prezidenti Joe Bidenning Dunyo sahiya tashkiloti ilmiy vakillar o'mikining Xitoydagi tadqiqotini nazarga olmasdan qayta tekshirishni buyurganligini tanqid qildi. Bayonotchi Zhao Lijian bu buyruqning siyosiy taktika ekanligini, bunda qilish orqali Washingtonning virusning tarqalishidagi mas'uliyatini yoshirishga urinayotganligini o'tirib qo'ydi. Amerika prezidenti Bayden istixborot organlariga 2019 yilning oxirida Xitoyning Wuhanda tunji qatim payqalgan Xitoy virusining kelib chiqishini tekshirish xizmatini kuchaytirib, 90 kun ichida oxirlashtirishni buyurdi. Bayden yana virusning hayvonlardan odamga o'tishi bilan birga tajribaxonadan chiqib ketish ehtimolligini tekshirishni talab qildi. Amerikaning yangi ھۆكۈمىتىنىڭ yuqori darajalik soda ۋەكىلى تۇنجى قېتىم خىتاي ئەمەلدارى bilan ko'rishdi. Amerika soda ۋەكىلى كىرىزىسى bilan Xitoyning muavin bosh ministri Liuxi telefonlashdi. Shuna qilib, Bayden yanvarda vazifaga o'tirgandan buyon ikki taraf soda ixtiloflarini hal qilishga urinib, tunji qatim yuqori darajalik uchrashish o'tkazdi. Xitoy soda ministrligining bayonotida foydali, samimiy va ijobiy yig'inning o'zaro hurmat qilish doirasida ilib berilganligi o'tirg'a qo'yildi. Amerika soda vakili ishxonasining bayonotida soda vakili Kiriziси Bayden xorij hukumatining soda siyosati, ularning Amerika bilan Xitoy o'tturisидىكى soda munosabati to'g'risidagi ko'z qarashlari va bu masaladagi har xil andishalarni o'rtoqlashdi deyildi. Tesla şirketi mashinalari to'plagan sonliq ma'lumotlarni yerlik saqlash va bartaraf qilish uchun Xitoyda bir sonliq ma'lumot markazi qurgan. Xitoy doiralari harbiy ishlar va ommaviy organlardagi xizmatchilarning bexatarlikni ko'zda tutib Tesla markali mashinalarini xizmat o'rinlariga to'xtatishni cheklagandan keyin Amerikaning elektronlik mashina ishlab chiqaruvchisi Tesla bu davlatda sonliq ma'lumot markazi qurganligini e'lon qildi. Tesla o'zining abonentlardan to'plagan sonliq ma'lumotlarni markazda saqlaydiganligini bayon qilib, bexatarlikka diqqat qiladiganligi to'g'risida va'da berdi.
Tesla'nın maşina kamerasından yığılğan sonliq məlumatlarni Amerika bilan həmbəhrlişikə bulduğan əndişəsi səbəblik Xitay bexatarlik və hərbi işlər organlarında işləydigan kişilərning Tesla maşinasını xizmət o'rnida to'xtatishini cheklagan. Egilanishcha, Tesla ishlab chiqargan har 4 mashinaning birini Xitoyda sotadi ekan.